Ahliddin aka 14-oktyabrga koreyslar keladi deb turib seminarda videosini qo'ydik. Shunda ko'pchilikda savol bo'lyapti, nima bo'ladi o'zi, qaysi universitetlar keladi, qanaqa bo'ladi deyishyapti. Shunga bir aniqroq javob berib qo'yaylik ko'p obunachilarimizga. Yaxshi, javob beraveramiz. 14-kuni eksklyuziv bo'lgan, har doim ham kelmaydigan, juda kamdan kam noyob bo'lgan universitet, mashhur universitet, buni juda ko'pchilik biladi, lekin u har doim ham kelavermaydi O'zbekistonga. Mana shu universitetdan vakillar keladi, to'g'ridan to'g'ri qabul uchun. Bu qabulda siz o'zingizni ko'rsata bilsangiz, suhbatdan yaxshi o'ta olsangiz, sizga ana shu joyni o'zida qabul hamda grant ajratilishi mumkin bo'ladi. Grantlarimiz necha foiz bo'lishi mumkin? Grantlarimiz aka 30% dan 85-90% gacha grantga biz garantiya berishimiz mumkin. Avvalo bolani bilimi ham buni hal qiladi. Mana shuning uchun ozgina bo'lsa ham imkoniyati, haligi til bilish darajasi bo'lgani ma'qul. Alohida haligi unaqa joyimiz ham bo'ladi. Nima deydi? Lyuks joylar ham bo'ladi. Lyuks joydagilarga iminni sertifikati baland bo'lganlarni oldiga qo'yamiz. Ana shularga отдельный individual suhbatlar tashkillashtiriladi. Bu suhbatda aniq grant beriladi. Xo'p, grant berilishi va yutib olishi mumkin ham suhbatda. Suhbatda qatnashish uchun nima qilish kerak o'quvchi? Endi suhbatda qatnashish uchun ana shu bizning nomerlarimizga yoki bo'lmasa mana shu ijtimoiy tarmoqlarimizga murojaat qilishsa yoki bo'lmasa ofisga kelishadigan bo'lsa, manzilimiz mana shu Yangibozor Mumtoz Delor. Kelishsa mana shu ro'yxatda olib qolinadi. Ana shu paytga chaqiriladi, lokatsiyasi beriladi, ana shu joyga borishadi. To'g'ridan to'g'ri suhbat, seminar bo'lib o'tadi. Bunga eng qizig'i, Xudo xohlasa, bitta davlat organlaridan ishonchli bo'lgan bitta davlat organi ham Xudo xohlasa обязательно qatnashadi. Endi iminni qaysiligini hozircha aytmay turamiz. Ana shu suhbatga qatnashganlari ko'rishadi, bilishadi, bu qanchalik haqqoniy va ishonchliligini shu ko'zlari bilan ko'rib ketishadi. Bemalol kelishaveradi. Rahmat, ko'rdinglar. Koreyada o'qish, ishlash niyatida yurganlar uchun ajoyib taklif. Hozirda kasbiy ta'limga ketayotganlar 2 yil zo'r o'qib bersa, 10 yillik vizasini ham qo'lga kiritish mumkin ekan. 10 yilga ham bemalol maza qilib ishlasa bo'ladi, aka. Albatta, albatta. Koreyaga ketish hozir oldingidan ko'ra oson bo'lib qoldi. Bemalol harakat qilsanglar bo'ladi.